Shu nima qildi? Ovqatlanishga boramizmi, kinogami? Ovqatlanishga boramiz, kinoga bormayman sen bilan. Shilqimlik qilasan. Bo'ldi, panika qilma, ovqatlanishga boramiz bo'lmasin. O'rtog'imning qizini qara, o'rtog'imga zipga podarka qilibdi. Yo, namyok emas bu, prosta etdim qo'ydim. Nimaga ham etmasam bo'lar, noto'g'ri yana. Yaxshi kunlaringga kiy polvonim, chotki turibdi. Неожиданно тратиться kerak emas edi-da. No, babrigam, spasibo тебе. Menga qarama, uchib ketishim kerak bo'lib qoldi, soqqali ish chiqib qoldi. Nima uchun? Nimaga? Voy, nima tushunmaydi bu? To'yga pul qilish kerak, remontga pul qilish kerak. Hali gelik so'raysanmi, maxriga bilmayman. Kim bo'lib ishlaysan? Start program degan xalqaro dastur bor. U yerda 16 yoshdan 22 yoshgacha qizlarni ishga olishadi. 16 yoshda borasan, 2 yil o'qiysan, keyin bemalol ishlasang bo'ladi. Oyligiga keladigan bo'lsak, oyligi $860 dan $1780 ishlasang bo'ladi. 6 xil yo'nalishda bemalol ishlasang bo'ladi. Med spravka, yashash joying, uchib borishingni ham to'lashadi dar. Ishlayapsanmi, pullaringni yig'gin, tushundingmi? To'yimizni qilishimiz kerak, remont qilishimiz kerak. Hali 10 ga chapga otib tashlama. Xo'p, bo'pti. Davay, charchama. Jonim, bir bochka chiqib masta ichganingizmi? Toqqa chiqib yuradigan bolalarga o'xshamaymanmi? Xolos. Men o'tirman, get the light,